Bo'rini 40 tashimiz. 2026-yil uchun rejalarimiz qanday? Biza o'qishga kirib taniqli odam bo'lish. Taniqli? Hadish nima soha bo'yicha? Prokuror. Prokurorlar taniqli bo'ladimi? Taniqli bo'ladi. Nima soha bo'yicha o'qiyapsiz, o'qiyapsiz? Inglish. Ingliz tilimi? Can you speak English right now? Endi boshlayapmiz. Okay, that's good. So we're gonna next video for the next people on that moment. 2026-yil uchun rejalar qanday o'zbekchada? Rejalar shu tradingni o'rganajaqman. Maqsadim shu. Bu yerdan pul jolli to'yapti deydi tradingchilar. Ava shu o'rganib darsliklarni olib, shu kursga yozildim. Nereden kursuna? Shoh akaning filialini. Toshkentdagi. Ava. Ajoyib gap so'z bo'lishi mumkin emas. 2025dan o'qiy eshdingiz? Erishganim bu iPhone bo'lib turibdi-ku. Qanday? iPhone 7 Plus. 7 plus ha? Nechaga oldingiz? 500 ga. Nerdan? Apple uzudan. Apple uzubi? Uzumidi? Bo'rini 40 tashimiz. Ana 2026-yil uchun rejalar qanday? 2026-yil uchun rejalar, xudo qalasa sport bilan shug'ullanib, o'qishga tayyorlanish. Nu sport. Shu MMA. Tayland. Temis qo'ying, lisens olib bermay qo'ying. Bo'ldi. Ha, sportchilar ko'chada urishmaydi, to'g'rimi? Ajoyib. MMAchilar bormi boshqa ko'rib turgan tayyorlanmagan sportsmenlar? Gap so'z bo'lishi mumkin emas. 2025da nima ish etdingiz deb hisoblaysiz, чтобы yaddaqalardan bir zo'r ish etgan bo'lsangiz. Aytarlisi ko'p emas bu darajada. Endi хотя ulliqchida emas gap. Просто ya bir ish любой bir, masalan, mashina urdim ya. Shu mashina urib qo'yajaq bo'ldik bir marta. 2026-yil uchun sizning maqsadlaringiz qanday, ag'a? 2026da shu biznesimizni yanada rivojlantirib, shu yurtimizga foydali biznesmen, tadbirkor bo'lish. 2025da o'zingiz uchun eng yaddaqalarli bir nima o'zgartirish kiritdingiz hayotingizga? Mayda juda narsalar oldik, uyga kerakli vajlar, shu oilamizga foydali narsalar oldik, xarid etdik. Shu unda katta netmadik lekin. Baxt nima siz uchun, ag'a? Insonlar shu foydali inson bo'lish. 2026-yil uchun rejalar qanday, ag'a? Nasib bo'lsa, shu Gem Mobile'damiz 2026-yilda Gem Mobile'ning rivoji uchun qo'ldan kelgancha harakat etamiz. Dunyoga yetashamizmi? Dunyoga yetashimiz birgalikda. 2025da nima yeshdingiz bir qo'l bilan ko'rishgidek? Hozircha endi bilaman, ko'p narsa. 25da masalan Gem Mobile'da qaysi oyda ishga keldingiz? 4 oyday bo'ldi. 4 oy oldin keskin burilish bo'lgan. Rossiyadan? Rossiyada 2023da bordim. Toshkentda edim undan beri. Gem Mobile kelmasdan beri Toshkentda ishlayverdim firmada. Bo'ldi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. 2025-yil qanday o'tdi siz uchun, ag'a? Oddiy-da. Qanday oddiy? Gem Mobile'ga keldim yozda. Yozda ishlab boshladingiz. Mana bu o'zgarish bo'pti hayotingizda. Ha. 26dan ishlatacaksiz. Xudo xolasa maqsadlarim bor, harakat etsam ajoyib bo'ladi. Kredit necha muddatda chiqadi, ag'a? 10 mingta chiqadi. Yo'q, ey. Eng uzoq 10 ming, 15 ming ketdi. 2025da necha odamga kredit chiqarib shu mavzuda yordam bera oldingiz? Sanamadim.